Assalomu alaykum. Piskent City'ning Piskentda aholisi atellab siluvchi qorlardan yurib, mana qor. Yurib kelyapman. Sizlarga bitta zo'r narsani ko'rsatish uchun, atellabdan siluvchi shunaqa bitta chiroyli narsani ko'rsataman. Mana shu chiroyli narsani ko'rsatishim sizlarni uyalishingizga sababchi bo'lib qolsin. Tayyormisizlar? Tasavvur qilinglar. Shunaqa uyinglar bitta, inshaalloh shu uyga ko'chib kelganda tepadan shunaqa manzarani tomosha qilib, hamma tashvishlarni unutib, mazza qilib oila a'zolaringlar bilan yashash tez kunda hammalarga uy olgan va uy olmoqchi insonlarga nasib qilsin.